Repetitorga qatnaganimizda avtobusda shunaqa holat bo'lardi. Haligina avtobuslar bor, sari otoyo'l bor, 700 bitta odam sig'adigan, shopiri mariga durra tashab olib yuradigan tog'a bo'ladi. U anaqa avtobusga yetsa haligina qopalar chiqardi. Yoshlar joy ham bermay qo'ygan, insof qolmagan deyorlardi. Opa teyting, biz nima baqir-chaqir qilyapsiz? Biz ham yirtib pul bermaymiz, biz ham kutib o'tirdik. Mana shuni bitta kulsa 22 ta tillatish ko'rinadi. Topib, mo tillatishingizni o'ziga bitta avtobuslarni nima qilyapsiz? Avtobus kibrni sindirish uchun chiqdingizmi? Jon opa, mana oshnam qarang, 3-sinfda kiygan uzun jotibligini haligacha kiyib yuribdi, insof qilsangiz-chi. Biz ham kutib o'tirdik. 4 ta avtobus o'tkazardik joy yo'ligi uchun. Mana oshnam 1,5 soat telefonini zaryadga olib, yeriga qarab, uzun tupurgisini tomosha qilib o'tirdi. Yo'q-da, hammasi og'riyotgan bo'ladi. Tishimda grizyon bor, tomog'imda gemoroyim bor deyapman. Menga ham farqi yo'q. Mana oshnam ham xullas bo'yda o'pgan, opa bosh qorong'i deyveradi. Hali oshnam desa, yetib olaylik yaqin o'zimizga. Bo'p deb turasiz, derazani ochib qo'ymaydi, bolam og'rib qoladi. Bitta aka ketadi og'zidan, bunday qilib. Akadan eshak so'yverganmi deysiz-da, aka bu keling hech narsani tushunmay ketish o'ynaymiz uzoqqa aka. Tuz-puz deb olmasiz.